Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq Oçuq söhbət proqramımızı görüşənlərdə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görülmələrimiz, gözəl İstanbulumuzdan, dünya şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşunun 11-ci növbətliyi şundaqla ikinci qatımlıq Şərq Türkistan Milli Şurası ekilib atqan meydandan həmmanlığa salam yollayımız. Həmmanlığa məlum bolğandək 13 iyuldan başlap ekilib atıdı. Dünyanın hər qaysı yerlərdən 18-dən köplügen 18'in köp devletin kelgen ziyalilerimiz, alimlerimiz, teşkilat reislerimiz kilip müşahede milletimizin kelgüsü hakkında, vatanımız hakkında bir yerge kilip fikir yürgüzüşüp, arxil mülahizlerde bulup şu milletinin derdi üçün bir çıkış yolu tepiş üçün hareket kılıp atıdı. Biz bu yığın jaryanında fırsat tapqan müddetçe dünyanın hər qaysı yerlərdəki dövlətlərdən gələn alimlərimizni, təşkilat rəislərimizni ekrana əkilib, onların qimmatli bilimlərdən, təcrübələrdən faydalanışqa tirişivatımız. Hazırki mehminim, həmmanlığa tanışdıq bolğan mən uzun yıllık çət əldəki fəaliyyət hayatıdan sizlərni tanıyıb deb qarayman. Əgər bundan bunu görməyən bolsanız, İstiqlal ekranımızda əlbəttə özü birinci qatım ekranımızda oldu. Sabık Sovet İttifakı'da polkovnik derecesinde harbi uzun yıl harbi hizmet ötügen, onun kendinden Uygur tarihinde nurgulluğun yazgan eserleri bilen erkil siyasi teşkilatlarda faaliyet kılan hürmetlik tarihçimiz, şundakla siyasetçimiz Kahraman Hocamberdi akımızı teklif kıldık. Ziyaretimizi kabul kılgalı için aldığından köptün köp rahmet etimiz. Rahmet, bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aleyküm assalam, Allah razı olsun. Qadirli körülmelerimiz biz Kahraman kan bilen bir qancha elbette bizniki Janub Türkistan bu yerde uzun yıl yaşaganlığı, hizmet kılgalı için şu yerdeki mesele hem Uygur tarihi hakkında elbette bir programda sözlep buluş imkanı yok. Şunaq bolsun qısqa bir şekilde umum bir düşünceye eriş üçün tirişimiz inşallah. Kahraman Kamil'de aldı bilen sizinle şu tuncu qatım İstiqlal ekranımızda özünüzde biraz tunup ötken bolsak, tuncu qatım köylерine nispeten siz bir tunup öteyin oldu. Ben özüm otur mektebini Kazak mektebi bitirdim. Bizden Yezde Uygur mektebi yok değil. Onun için Taşkent'teki Ali Harbi Mektep Başkomandanın tayarlaşadı. Şu yurtta okuş bitirip, leytenant bulup 20 yıl hizmet kıldım. O aralıkta iki kıta Moskva'da başta bir komandir batalyonlarının bilimini mükemmelleş kursuda. Ondan keyin bu divizya armiya ştab ofisörlerinin bilimini mükemmelleş kursuda iki kıta okudum. Hizmette ahirki hizmetim bu tank divizisinin jangovarlık bölümü, operatif bölümünün başlığı bulup işildim ştabının bütköleşi. Onun için 1990 yılının ahırında ne çıktım yezip istifaga çıktım. Almut'a kayıtıp geldim. Bu fuqarolik hiçbir işlemana yakmadı. Aslında özüm şu icadiyetini yaxşı görettim. Şunun bilen 1991 yılı Almutu'da merhum akademik Hoca Ahmet Sadıvakasov ötközgen halkara Uygur şunaslık konferensiyaga iştirak kılıp şu konferensiyada bir kısım alimler bilen tanışıp şu anı təklif bilen ben Uygur şunaslık institutqa hizmet girdim. Onun bunu şu yazganlarını ekip okup etno-ictimai bölümge aldı, bir vazifeni bədi. Şunun bilen məlum bir vaxtdan keyin kiçik ilmi xadim bolup hizmet kıldım, bir yazdım. Şu jarayanda o devirde Kazakistan'da mı, Taşkent'de mi hem ya da bu teşkilatla kuruluş Uygurlarının vatan davası meselesi heli götürülgendi. Ben şu teşkilatlara özüm uzun müddet Uygurlarının milletimizin arasında bulmagan diken aralışıp bir fikirlerini koyan diken saylam oldu. Şu saylamda alternatif yani neçe 6 kişinin arasında beni tanlap aldı. Şunun bilen bu teşkilat kirgendikin ben bizim teşkilatının hem de bu Cumhuriyetler ara Uygurlar İttifakı degen teşkilat kuruldu. Şu vakitteki Sovet'nin
asası şu teşkilatta doğruluk kanunu her cumhuriyet özge miras kılıp algandı. Maksat şu 5 Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan'daki Uygurlarını birleştirip medeni hamkarlaşıp çünkü Almut'ta medeni marif taraftan merkez, hazır merkez. Şunday maksatdan kurduk. Endi birinchi bo'lib u tashkilotda albatta shu zamonning talabi bilan biz Sharq Turkiston komitet qurdik. Ataqli shoir, shu istidodli shoir Dolg'un Yasin shunga rahbarlik qildi. Shu mening bu Uyg'ur tarixi to'g'riliq, Uyg'urlarning bu hozirgi vaqt shu zamondagi ahvoli to'g'riliq ma'lumotlarim bak nashar edi. Yo'q, desiz. Shundan çoğunlukla bilimim, tecrübem bo'lgandan ögünüşke kirişip Uygur tarihiga qiziqish nihoyat kuchaydi meningdan. Şu yaxshi ijtimoiy fanlar akademiyasining bibliotekasida kitoblar ko'p. Bundan keyin shahardagi Pushkin kutubxonasida nihoyat Uyg'urlar to'g'ri. Umuman bu Olmaota Toshkentda Uyg'urlarga munosabatlik madaniy, tarix va boshqa tarafdan har xil asarlar ko'p. Vaqtimni bo'lib, o'rganib Angacha bu O'rta Osiyoni İstanbul'da 1992 yılı çağrılgan Sharq Turkiston Milliy Qurultayı qiziqish başladı. Ular taklif qildi meni. Shu qurultayga kelgandan keyin men uzul kesil shu vatan davosida xizmat qilishga bel bog'ladim. Shuning bilan bu sahani o'rganishga siyosiy tarafini, bu milliy ozodlikning tarixini, umum tarixini, andan keyin xalqarodagi huquq biz qanday qilsak mana shuning hammasini o'rganishga va uni Markaziy Osiyodagi shu yerdagi vaziyatga nisbatan qo'llanishga harakat qilib shu 66-yili Qozog'iston bilan Xitoy tunji qitim keng ko'lamlik davlatlararo kelishimga imzo qo'ydi. Shu imzo qo'yishi bilan bu bizni atalmış hem de hukuk qo'g'dash organlari bu faoliyatni cheklashga boshladi. Shu qarim-qarshilik sharidan boshlanib 97-yili tunji qitim sot bo'lib, sot orqali bu bizning ittifoq to'xtatildi faoliyati. Ama biz faoliyat to'xtatganimiz yo'q. Boshqa har xil harakat qilib, mening shu vaqtda his qilganim bizning shu faoliyatchilar O'rta Osiyoda bu tarixni bilmay, xalqarada qo'ydigan masalaning mohiyatini tushunmay harakat qilayotganda, shuning uchun men birinchi bo'lib shu tarix to'g'ri bir qismini yozishga kirishdim, e'lon qildim, qarasam yaxshi qabul qildi. Shundan keyin bu hem tarix mesela qadimgi zamandan Ruscha yozilgan, ta bugungi degan Uyg'urlar degan tarix nihoyat yaxshi qabul qildi. Ondan keyin men butul shu zamondan tortib shu qurultay bilan birga bu har xil lavozimlarni oldim. Mana shunday qisqa faoliyat shu bugungi keldi. Ko'p rahmat. Qarmakam siz Qarindosh o'quvchi faoliyatiga bilishimcha tunji qatim qatnashishingiz bu. Bu yerda bir qancha kundan buyon faoliyatlarda bo'ldingiz. Sizning his qilganlaringiz, nimalarni his qildingiz bu yerda? Birinchi shu biz hayron qilmish, undaq ko'pincha bu yerdagi shaxslarni, faoliyatchilarni taniyman, ammo bularning Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining va o'limlar jamiyatining shu faoliyatining mohiyatini bilmaydi ekanman-da. Aniq. Buni bilmaydingiz. Mana hozir shu 4 kunlik jarayon bo'lyapti. Jarayonda bir cho'ng, masalan, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish, bugungi zulmdan Uyg'urlarni qutuldirish masalasi. Birinchi masala zulmdan qutuldirish, ikkinchi mustaqillikni qo'lga keltirish. Mana shu masalada biz ma'lum darajada ikkinchi tarafni, masalan, ochiq aytganda bu muqaddas Qur'on Karim islom dini asosida ilib berayotgan faoliyatning mohiyatini to'g'ri va to'liq tushunmayapmiz, bilmaydi ekanmiz. Mana bu ichildi. Uningda mana aniq aytmanki, hech qanday qarim-qarshilik yo'q.
Hech qanday nima yo'q. Shuning bilan faniy, diniy ilm fan asosida birlashtirib asası bu nihoyatda kuchli ma'noda ekanda. Uni his qildim. Anadan keyin shu 40-50 natiqlar so'zida hammasidan bir ideya o'tirib tushyapti. U ideya birinchi birlik ittifoqlik, hamkorlashishni qo'lga keltirish. Mana shu nihoyat to'g'ri. Ya'ni u tashkilot, bu tashkilot beqin, buni qil emas. Nizomnomani o'zgartirish emas. Sen nizomnomada aniqlangan maqsad, vazif bo'yicha ilgarilaver, hamkorlash. Masalani aniq, masalan, Düşman o'xshash bir dushman. Dushman bir Xitoy. Xitoyni boshqarayotgan Kompartiya siyosiy byuro, shu siyosiy byuro Kompartiyani tiklab turgan butkul kuchlar. Ben her qachon aniqlayman. O nima? O atalmış Milliy ozodlik armiya, o Xitoy davlat bexatarlik organi, Xitoy jamoat xavfsizlik organi, o taftish sistemasi, o sud sistemasi, o Bingtuan bizim davlatda. Mana shunday kommunist bütün kompartiya sistemasi, komitetlari. Mana bu ashaddiy dushman mana bu. Muşunun qarshi. Çünkü millet süpütü yo'qotman degan mana mushlarning ideyasi, mushlarning amaliyati, mushlarning harakati. Shuna bir yana bir yaxshi tarafı bu yerga jiq ziyolilar, olimlar kelibdi. Masalan, yani kelib yüksek dini olimlar. Ularning bu shaxsan menga hem muqaddas Qur'on Karimdan sharhlab tushuntirib berishi bu nihoyatda ta'sirlik ilmiy asosda. Undan keyin Xitoyga nisbatan tushuncha, Xitoyning siyosatiga, usul metoda qarshi tushuncha xeyli ilgarilabdi. Mana bu yangilik. Bundan keyin cho'qim shuni aytishga bo'ladi ekan, masalan, Dunyo Uyg'ur qulti, Sharqiston Ma'rif jamiyati, o'lima birligi nihoyatda birlikda, hamkorlikda faoliyat qilsa, yuksak pallaga yetadigan aniq bo'ldi. Ko'p rahmat. Endi hozir shuni bilgim kelyapti Qahramon aka, shu siz 20 necha yillik hayotingiz harbiylik bilan o'tdi-ku, o'qish, har xil vazifalar o'tab, eng oxir polkovnik nimsin pensiyaga chiqdingiz. Pensiyaga chiqdim. Shunda bir xizmat o'tab Uyg'ur tarixiga qiziqib qilib bu sohaga o'tishingiz, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy boshladingizmi bu ishni? Bu asosli turtki bo'lgan sabab. Birinchi ikki masala. Birinchi mening Uyg'urshunos institutiga xizmatga kirishim ya da ilm fan bilan mashg'ul bo'lish, u tabiiy Uyg'urshunos institut bo'lgandan keyin u zamonda bunday ijtimoiy siyosiy masala deydi. Ijtimoiy masala, ammo tarixsiz mumkin. Ikkinchisi eng muhimi bu men shu jamiyatlik tashkilot saylanib uning raisi bo'lganlikdan Uyg'urning tarixini bilgim keldi-da. Shuning ichida meni shu bir qiziqtirgan, qiynagan masala qanday qilib biz Uyg'urlar shunday bir madaniyatga ega bo'lib, shunday davlatlarni qurib, shu bugun kun qoldik. Davlatimiz yo'q. Bir dahshatlik mustamlika davlatning qo'l ostida yo'qolishini qarab ketib boramiz degan savol paydo bo'ldi. Shuning bilan men shu butkul tarixni qarab chiqishga qaror qildim. Shuning shundaqla yana bir turtki bo'lgan narsa bu biz tashkilotning rahbari bo'lgandan keyin nihoyat ko'p muxbirlar va vaqtida yangidan Olmaotaga paydin-pay shu elchilar, konsullar kelishib oldi. 60 ga yaqin shu vaqtda ular qiziqish boshladi. Ularning qo'ygan savol dedi, Uyg'urlar, siz qayerdan qayoqqa yotsiz? Davlatning sizlarning o'z taqdiringlarni o'zi belgilab mustaqil davlat qurishga huquqinglar bormi degan savollar qo'yildi. Shularga javob izlash kelib, undan keyin bu tarix bo'lgan qiziqish meni nihoyat kuchli bo'ldi. Shu butunlay bo'sh vaqtim bo'lsa, shu tarixni o'rganish. Andan keyin bu
Dünya Uyghur Kurultayı'nın aval bu 1992 yılı İstanbul'da Meşhed'de, İstanbul'da mukaddes Karamet peşkademlerinin iştirakıda Şarkı Türkistan Milli Kurultayı öttü. Karan şu vaqtda Real Bağ mesela Birleşme Hükümetinin baş katibi Eysa Yusuf Alptekin, Avtonom rayonunun medeniyet, marif ministri boğan Ziya Samedi, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin baş katibi Abdurrahman Mahsum. Mana maşındaq kişiler iştirak kıldı şu vaqtda. Şular güçlük təsir qıldı. Ulanın hayatı. Şunu ben bu qarasam bizning faoliyatda chet ellik faoliyatda mana shu siyosiy taraf asqaqlaydi ekan biraz. Shuni o'rganish masalasi. Ondan keyin ikkinchi o'zini o'zi to'lgan masala shu tarixda o'tgan saganliklarni takrorlamas. Shuning sabaq ibrat elib hozirgi vaziyat o'zgargan, to'g'ri, zamon o'zgardi. Lekin ba'zi narsalar takrorlanyapti. Chunki dushman shu Ming So'lalik, Ching So'lalik, shu Xitoy. Xitoy an'anaviy davlat. Siyosatining mohiyati 2000 yildan beri o'zgargani yo'q. Mayli kengayishlik siyosati, boshqa nimalarga masalan Xitoyda aniq Xitoy markaz dunyoning atrofdagi shu jumla Uyg'urlar varvar deydi. Ruslarda taz amdan terminchi bu varvar degan yavoyi, dahshatlik. Bularni yutish kerak, yo'q qilish kerak degan. Bu burundan kelayotgan. Mana mushularni bilmay turib, undan keyin bu kommunistik partiya mana 49-yildan beri deymiz. 49-yildan beri kelgan kompartiyaning siyosatning, milliy siyosatning konkret Uyg'urlar tutgan siyosatning mohiyati ancha o'zgargani yo'q. Buning qo'lini shu dahshatlik mavzudan qurib chiqqan. Mushularni o'rganish bu hammasi tarix munosabatli, tarix ilm faniga. Uning o'zining metod, o'zining usullari bor. Shularga riyo qilib maqsad nima? Obyektiv tarixni bilsak, milliy uning siri konkret shu milliy ozodlik tarixi bu nihoyatda masalan Yoqubbek badavlatning davlatidan ikki jumhuriyat shu uchinchi eng muhim nuqtali qilib o'rganib, shu vaqtdagi nimishki biz masalan 11 yil Yoqubbek badavlat xonlik qildi Karamada. Ajab shundoq tez İslam Cumhuriyeti nimishki vayron bo'ldi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti 5 yil nimishki vayron bo'ldi. Shularni o'rgansiniz, u bugungi nihoyatda yaxshi saboq beradi ekanda, dars beradi ekan. Maqsad shu savanliklarni mana hozir shu to'g'ri yo'lda ketib boramiz. Masalan 44-49 qanda oddiy bir saboq dars tizginni boshqaga berma. Ular Moskvaga tutib qo'ydi tizginni. Ko'rdingizmi? То есть albatta biz Xitoydagi bir dahshatli kuchga bizni qo'llaydigan, shu Xitoyga taqobil turadigan bir kuchga muhtojmiz. Xudoga ming shukr, Amerika aslo Uyg'ur qarab burilyotdi. Kun tartibiga to'liq o'tkazgani yo'q, ammo shu keyingi buni uyinning beshida bo'lgan Dunyo Uyg'ur Qurultayiga erkinlik, demokratiya muqofotini berish bundan xeyli derak beradi. Mana meşede tizginni tutqazmash degan ideya prinsipini prinsip yo'q. O prinsip yo'qdi. Ashuni mana bizning liderlarimizda, bizning shu siyosiy faoliyatni ilgari surdiganlarda bu buni qiynadi bo'lish kerak. Ular bugun erta nihoyatda cho'ng bir idoralarda suhbat o'tkazdi. Shuningda bilish kerakda qayerdan qayergacha ularga nima qilish, qayerdan qayergacha elib berish. Qarmakam shu sizanda qanchinchi avlod muhojirlardan Qozog'istonda? Endi men bo'yicha men shu 5-chi avlod kelib qoldim. To'g'ri, mening bu asli dadamni Hemit Sunuqchi deb qozoq yaxshi biladi. Buimiz To'xniyaz, buimizning ko'nglim yo'q. Nechinchi yilda tunji qatim hijrat qilgan? Sizning oila. Bizning nimalar? Endi bizning ajdodlarimiz bu 1881-yilgi Sankt-Peterburg kelishimi bo'yicha bu yoqqa chiqdi. Unda uningga bir tarafdan Rossiya manfaatlari, ikkinchi tarafdan shu ili sultonlik, ili bir davlatining Uyg'urlar manfaatlari. Nimishga 1877-78-yili bu Yoqubbek
Müstakil Uygur devletini baskandan keyin General Zozong'dan dehşetli kırgınçılıkını bu Cenubi Uyguriyada uyuştu deyip. Qashqarda nihoyatda dahshatli qirg'inchilikni. Shu xabar kelibdi deb G'uljiga. Shuningdan qo'rqdi. Bu Xitoy ruslar chiqib ketsa, Xitoy keladi mana qiladi deb. Konkret rus podshosi xatlanba yozilgan. Shundoq bizni himoya qildi, chiqib ketma deb. Keyin mushu Sankt-Peterburg kelishimda mushu modda bor. Xitoy Uyg'urlarga jaza ishlatmaydi degan qo'ygan. Boshqa Rossiya shuni qo'ygan hamda u Yevropa sivilizatsiyasi bo'lgan ekan. Ham ikkinchi bir moddasi bor. Qolganlar hammasi Rossiyaga puxraligi qabul qilindi deb. Ammo u zamonda Rossiyaning iqtisodiy manfaati bor edi. Bu hozirgi Olmuti viloyati nihoyatda tabiati yaxshi, go'zal dehqonchilik kerak. Nüfusu bek az yedi. Şəgi yerləşdirir. Onundan bir qism Uygurların Türkmenistan'daki paxtı, Murğab vadisi yerləşdirir. Murğab vadisi de paxtı uzun talalık demdə Uygurcası. Şundaq paxtı, Özbekistan'daki emas. Bu Qashqarning bir yeri üsüdən aşağıda yaxşı paxtı. Mısır'da, mana Qashqarda ve Murğab vadisi de. Şunu işləşki açıqqan. Da aytganda özünün iqtisadi mənfəati üçün. Hem bu Uygur meselesini Rusya imperiyası bundan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabatda bir ko'zirqib ishlatishni ko'zlab. Mana shunday manfaatda ko'chagan. Xo'sh. Shu sizdan albatta shu tarixdan başa Bahadır Qishonurg'on eng ko'p o'zning Uyg'urlarimiz vatandan chiqqan muhojirlarimiz shu Janubiy Turkiston davlatlarida Köpünçisiz yani sizge o'xshash hammasi ta hozirgacha menda Uyg'ur tilini güzel şekilde saqlab qolganmi yoki yo'qotib o'tganlar yo'qmi? Ming afsus, buni keyingi davrda 30-40 yil, 20-30 yilning ichida Uyg'ur yoshlari bu xalqaro taraqqiyotga qarab ruscha bilim olsang hammasi bo'ladi ekan, bo'lmaydi degan bir fikr kelib qilib ruslar qattiq mangan. Hozir bugun mana bugunning o'zida Qozog'istonda yoshlarning mesela 15-25 yoshning orasidagilarning 50% ko'psi biroz rus tilli yoki aralash tilli. Ama Qozog'iston Uyg'urlari şu zamanda bu qarang 1864-yilgi milliy ozodlik qo'zg'olonining natijasida qo'lga kelgan bir sultonlik, hamda sultonlik xonlik, u yerda sultonlik ham diki taraqqiyparvar kishilar chiqqanlikdan ular ma'rif ko'ngil bergan. Bir dinla. Şu jaddidizm ma'rifini xili taraqqan. Shuning bilan Rossiya bu o'ziga shu Uyg'urni boshqarish uchun o'ziga kadr kerak bo'lganlikdan Uyg'urcha, Ruscha maktablarni 1900-yillarning 5-yillaridan tatib ichiq. Bugun kunga kelganda Uyg'urlar mana mustaqil Qozog'istonda 13 toza Uyg'ur maktabi qolganlari bo'lib 62 Uyg'urcha maktab, Uyg'urcha, Qozoqcha, O'rischa maktabda 15 ming bola o'zining ona tilida o'qiydi. Ya'ni kelib shu maktablarning programmasi Uyg'ur olimlari, Uyg'ur ma'rifatchilari yezilib, endi Ma'rif ministerida tasdiqlangan, qaralgan şunun dairasida. Endi hozir zamonga moslashib, masalan, Olmutidagi 153 maktab birinchi sinfdan endi qozoq tili cho'qim, shundaqla qo'shimcha hozir ingliz kirgan bo'ldi. Hatto ingliz tilida ba'zi darsliklar, masalan, geografiya, biologiya degan darsliklar ingliz tilida o'tilgan bo'ldi maktabda. Bu endi zamonning talabi. Qozog'iston Uyg'urlarning tilini saqlashga urf-odatda hamma shart-sharoit qonun tarafdan bor. Masalan, hech yerda yo'q, bizda Olmutida Uyg'ur teatr bor. Akademik mana unvon oldi, 2 yil bo'ldi. Uningda ham drama, spektakl hamsidan bilan hamda Uyg'urlarning naqsha usul hammasi bor. 100 necha odam ishlaydi. Shundaqla Uyg'ur nashriyati bor. Shaxsiy masalan siz yaxshi bilasiz, Alisher nima
buni boshqaruvdi. Kitaplar çıkıdı. Şu Uygur mektepleriga çıkıdan kitaplarning tahrir bor, kichkinaң bo'lsa. Yakan deb biz Yarkan deb bir shahrimiz bor. Uyg'ur zich o'sha G'uljiga yaqin. Yerda burunqi Uyg'ur pet kolleji hozir, pet kolleji bor. 20 Uyg'urcha, 20 boshqa qozoq tillarida o'qitildi. Shunday qilib ma'rif sistemasi bir sistem sifatida bor. Medeniyetning cho'qqisi Uyg'ur teatri, nashriyatlar bular bor. Shunday bizda radio bor, bir nimasi televiziya bor, hozir bu iqtisodiy masala bilan yepilib ketdi. Hamda shuni ochimiz deb yugurib bir yaxshi Olmut shahar madaniyat markazining raisi Abdullah Moshurov ochgan. Hozir hamda u pul meselesinde aylık төлüşünüz gerek şundalık televizyonaya. 10'a yakın gezi jurnal çıktı Almatı'da. Naşır kılındı. Mesela Merpeç, Uygur Avazı en çoğun bu. Bu Uygur Avazı devlet pulu çıktı. Devlet özü bunu çıkardı. Resmi devletin gezisi. Şunun için ya da muşu boğanın efsus muşu ilmi emeli sorun yazılmaydı ya da. Birinci natayla diye. Bu hamda sizce ameliyatda bizning nüfusumuz en köp ya bo'lgandan keyin ham vatanga qo'shna. Yani Sharq Turkiston davası, Uyg'ur davası en kuchli elib berilishi, tashkilotlanishi kerak bo'lgan yerda nima uchun cheklangan holatda bir kuchli mesela Türkiye'chilikmi bir bo'lmasligidagi sabab? Doğru deysiz. Resmi ma'lumotlar Uyg'urlarning bir 300 ming atraf berdi. 1,5 milyon Uyg'ur bor. Bir Almatı'da özüde Almatı şehrinin hazır Almatı kengayib ketdi. 100 mingga yaqin Uyg'ur turdi. Uyg'ur hareketi chet elda mesela Aysa Yusuf Alptekin, Mamtin Buğralar bu 50-yilları xalqaro yerda ama bu bir tarda ezgedem. Ama bu Kazakistan'da, O'rta Aziyada Uyg'ur ziyolileri başlık bu hareketini şu 62-yili 1962 29 may qanday fojiasidan keyin tragediyadan keçip chiqqan Uyg'urlar darhol shu vaqt boshlagan. Unda ma'lumotlar bor. Markaziy komitetga Sovet ittifoqining xat yozgan, borgan, har xil masala, hatto chet elga chiqqan, masalan, Ziyo Samadi shu Istanbulga kelib, Aysa Yusuf Alptekin bilan uchrashib, shu masalada o'tirib qo'ygan. Sovet ittifoqi onun tarihi qarsangiz, Sovet ittifoqi bilan Xitoyning davlatlararo munosabati yomonlashsa, Uyg'urlarga kamchilik bo'lgan. 80-yillarda bu yaqinlashib, asosan Gorbachev davrida tamamen Uyg'urlar bilan Uyg'ur masalasiga bu Sovet ittifoqining oxirgi vaqtda qism ishiltishi Gorbachevning Xitoy bilan yaqinlashib boshladi. Ama mustaqil davlatlar turganda men şu zamanda şu mustaqil Qozog'iston bo'lmay turib Almatyga keldim, pensiyaga chiqdim. Boshda hech qanday cheklim bo'lmadi. Ta 1996-yilgacha. 96 tunca şu ikki tarafli kelishim bo'lgandan keyin shu kelishimda Xitoy tajribasi ko'p, bizning davlatning hokimiyat tutqanlarning siyosiy tajribasi, diplomat tajribasi bo'lmaganlikdan Xitoy shunday narsani ko'rgazgan. Birinchi, har ikki tarafda bir-biri qarshi harakatga yo'l qo'yilmaydi. Mana shunaqa. Şunun bilelim, 1996-yildan keyin bir yillik besim işletildi. Bu mesela onun aldıda, bana ben Cumhuriyetleri Uygurlarının ittifakına reis süpütüde 6-7 qitim resmi Almatı şehirli hükümetten ruhsat edip Xitoyning Qozog'istondagi elchisi, mana Purmunov ko'chasida tarix bundaq bir ko'cha, shahar namoyish o'tkazibmiz. Namoyish, bayroqlar. U vaqtlarda chatlarda alınmagan mashlar bu. Bizning namoyishlar u 200-300 şu zamanda 500 adam chiqadi. Shunaq bo'lgan. Ama Qozog'iston Xitoy bilan yaqinlashsa asosan bu hozir deydi 2001-yil Shanxay hamkorlik tashkiloti qurildi deydi. Yo'q, 97-yil Shanxay hamkorlik bir nimasi qurilgan shunaqa nomda. Shuningdan boshlab Xitoy buni attay qurgan.
O'rta Osiyo Aslında davlatlarining onu birinchi kuruştaki maksat mı bütünlüğü şu Uygurların gücünü acizletiş ko asaslı maksatı. Asosiy maqsad shu qurgandagi tashkilot bo'lgandagi ovoz u bu shada Xitoy besim ishlatib, qulluq shumliq ishlatib, aldab, pay Uyg'ur masalasini nihoyatda tuvan, harakatni tuvan qildi. Shuning bilan bizda iyada bundaq bir masala bor. Qarang, men boya dedim Uyg'urlarning madaniy bir mavqesi, pozitsiyasi, ilm fandik pozitsiyasi bu. Hozirgi paydo bo'lgan amaldorlar, yangi amaldorlar shundoq sizga har qachon bir alternativlik masala qo'ydi. Yoki sen boshqa davlatga qo'l tiqish, ko'rdingizmi? Shundoq ularning termini. Boshqa davlatga qo'l tiqsan, biz hammasini cheklaymiz. Buni nima cheklaymiz degan ide, ko'rdingizmi? Biz shuning uchun masalan mening bilan ziyolilarning orasida biroz ixtilof bor. U nima desa, ziyolilar dedi, biz buni saqlaylik deb. Buni tutib qolaylik degan bir ideya bor. Buni sirtga tushunmaydi. U to'g'ri bir tarafdan qarang. Shunchalik hozir mana biz kuchaytdik. Hozir bu ilm fanga bo'lgan ko'z qarash, bu bilasiz Uyg'urlarning yigit besh sistemasi biz jumhuriyatlik yigit besh sistemasi qurilib chiqdi. Butunlay birinchi vazifasi ma'rifat yaratish. Uyg'ur maktablariga, Uyg'ur o'quvchilarni qilish. Bunun bilan hukumatning bu besimi nimasi mesela meni 3 qitim ma'muriy sotildi mushu masalada. Shuningdan kelib biz talash iyada turib birinchidan bu Qozog'iston qanday bo'lsin dunyo siyosatining sarasi chat u. Biz ta'sir qilolmaymiz, ya g'arbga yetkazolmaymiz. Uning ustiga Qozog'iston qanday davlat? Qozog'iston 2 milyon 900 ming kvadrat kilometr territoriyada bari yo'q 18,5 milyon. Vaqtida 16 milyon. Bunda milyon nüfusu bor davlat albatta biz to'g'ri tushunishga u Xitoydek bir davlatga taqobil turish, bir qilish mumkin emas. Biz buni tushunamiz. Shuning bilan bizga hozir qo'ygani bir uyning ichida, bir yepxiyada shunaqa so'rinlarni o'tkazish ko'chada emas. Mana shu 5-may 2009-yilgi Urumchi qonuni 40-yili munosabatan nihoyat o'tkazildi. Ko'dimlar 3-4 yadi bo'ldi, ammo shunaqa yepxiyalarda, nimalarda u bir tarafi, ikkinchi tarafi bu Qozog'iston Uyg'urlarining, O'rta Osiyo Uyg'urlarining tarixini bilish uchun 1918-yilgi Atuv fojiasi degan bir tarix kirgan masala bor. 18-yillik kommunistik Sovet askarlari polkovnik Murayev boshlig'ida Toshkentdan kelib, Olmutining Mushqishit bir Yengcha degan yezi bor. Shundan tortib buni G'aljat qo'rg'osning bir tarafida u tarafida Jag'istay, ikkisi bir yeza, Jag'istay yezi. Mana shagacha etib borgan Uyg'urlarni. 14-15 yoshdan 70 yoshning orasiga butul aholining atgan. Qacha. Buni bilish kerak. Ikkinchi 37-38-yillarga taqiplash, Stalin taqiplashi. U taqiplash shunday kuchli bo'lgan, haliqi Uyg'ur maktablari yepilib ketgan. Muallimlar yo'q, o'qitilgan odam yo'q. Mana shunday uning endi qozoq qarindoshlarning mustaqil davlati bo'lsa, bizga eng yuksak foyda. Shu davlatning mustaqil bo'lib turgani u tarafga nihoyat kuchli ta'sir berdi. U yoqdan kelganlar birdan ko'rib mustaqillik mana mandoq bo'ladi degan shunday bir turkum masala kelib bizning faoliyatning andaq bo'lganiga. Bo'lmasa biz hammani bilamiz. Bizda masalan namoyish qilish uchun siz ruxsat olishingiz kerak, yozma. Bari siz qo'ysiz, uning uchun bir tashkilot bo'lish kerak. Tashkilot bizni ma'ni qilgan. Shu siyosiy masalani qo'zg'agan tashkilot yo'q. Hech qaysi yo'q. Madaniyat markazi bor. Ularda yozilgan. Ularga bunday qilsa sen buni nizomnomani chiqmal deydi, bitdi. Shu sistema. Bilimiz endi unga beqinmay chiqsak qanday bo'ldig'ini mana men sizga karamat shu u tarafdagi Xitoy zulmini dunyoga pash qilishga nihoyat ko'p to'hfa qo'shgan Shershan Bilashni alaylik. Oralman siyosati nihoyat to'g'ri. 1992-yili prezident Nazarboyevning strategiyasi. U nima desangiz, butkul dunyoda qozoqlar buni Qozog'istonga vatnin qaytga degan so'z.
Onunğa cıx imtiyaz, qobul qilish hammasi bo'lingan. Shu strategiya bo'yicha qaytib kelgan. Qozog'iston puhrasini olgan. Puhra ilişimi uzaq. Даже ba'zilari shu masha 10 yillik aran oldi puhrani. Puhra olgan. Atajur təşkilatının məqsədi təxminən 200 mingdən köp bizim Şərqistan, Uyğuristandan çıxan Qazaxlar. Şu Qazaxların mədə cıx məsələ çıxdı. İşə orunmuşur, til məsələsi. Çünki bizdə dövlət dili, Qazax dili, rəsmi dil Rus dili. Bu məsələ aşılaq məsələni həll qilish üçün qurulğan bu təşkilat. Lakin bu pasport alğandan keyin bir yerga oralman bo'lib chiqqanlar kim desiniz, asasan bu yoshlar. O'qishni, mashaqat o'qib, angliskini qolganlar. Bir yaxshi diplom mutaxassis bola ishlab chiqadi. Chunki yaxtiklama cho'nglar, qerilar degani bu sizlarga chiqqanlar bizning bu yerda ajdodlarimiz biz qalaylik. Uy bor, makon bor, nima bor endi bu oilaviy masala ba'zir chiqqan. Şunun bilan bular Qozog'iston puhrasi bo'lgandan keyin, mustaqil davlat bo'lgandan keyin kirdi u yoqqa. Shu 17, 16dan kirganlar. Hammasi kirsa, bir oy, 2 oy yoki yarim yildan keyin hammasini tutib lagerga yoki tashlagan. Qozog'iston puhrasi. Faqat tizimlab aniqlangan 2000 odam shundaqlar. Qozog'iston puhrasi. Mana bularga burun Qanat Savdobayev degan tashqi ishlar ministri bo'lgan. Qozog'iston hukumat ishildi. Qozog'iston tashqi ishlar ministri bir necha qatim Beijingga berib, endi davlat bo'lganki davlatlararo masalasida kelishim qilib, bularni shunday bir axborot tarqaldi, aniqlanmagan 2000 ga yaqin ashlar bo'shitilgan. Lekin Qozog'istonga sanoqli odam keldi. Qolganlar ashada Mirza qamoqda, uy qamoqida. Mana shuni qilgan shaxs natiq yaxshi uyushtirgan shu har bir faktni qozoqcha, ruscha, inglizcha qilib uni xalqaro tashkilotga avatgan Serikjon Belashni qozoq hukumati olmutliq bo'lsa, endi asli Qozog'iston qonuni bo'yicha siz qayerda tutsangiz, shada sizni tutish kerak, shada uni Ostonada tutyapti hozir. 3-qatim sud tutish qarorini uzatyapti. Mana bu yarqin misol. Qozoq puhrasi, Qozoq davlatida. Mashadan bizning bu vatan davosiga qolgan Qozog'iston hukumatining Uyg'urlarning vatan davosiga qo'ygan nimasini bilish his qilib bo'ldi. Buni ko'psi his qilmay, men har qachon deyman bu yerdagi olimlarga, sizlar hozirgi Markaziy Osiyodagi Turk Cumhuriyatini ilmiy asosda tadqiq qilinglar. Buning shakllanishi, menishi, nimasi siyosatda qarang, obyektivizm eng muhim. Xomxiyollik nihoyat ig'ir oqibatga keldi. Uni aniq bilish kerakda, nadan naga, qayerdan qayerga. Iqtisod tarafdan u tavadiki davlatlarimiz bog'landi. Bir balvoq, bir yo'l strategiyasi bo'yicha bu yutib yetish kerak. O Markaziy Osiyoni. Shu siyosat ilgari ketib bordi. Buni to'xtatadigan shu Amerika, ma'lum darajada Rossiya. Chunki Rossiyaning o'zining manfaati bor Markaziy Osiyoda. Siz degan dal shu nuqtani, masalan, qozoqlarning ichidagi strategiya ya bilimini yaxshi bildigan, Xitoyning maqsadlarini yaxshi tushunib, buning qarshi davlatga maslahat beradigan insonlar yo'qmi? Bor. Mana mushu o'ralmonlar shunchalik ta'sir qildiki, shu eng yuqoridan bu masalada birlik emas. Hammasi aslida qilishga tegishli ish bu yerda mayli Qirg'iziston bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, Markaziy Osiyodagi yoki Turkistondagi butun jumhuriyatlar birlashib, o'rtaq o'ziniki tadrijiy holatda bizni ashtilar ularni yeb ketdi degan Xitoy. Buningga qarshi bir harakat birlashishning o'rniga hammasi Xitoyga quchqini etiblam, Xitoyning quchqiga o'zini atqanligi insonni haqiqatan ichindirdi. Asli biz Uyg'urlarning beshiga kelgan bu ochiq qismatdan tajriba savoq elish kerak bo'lgan qarindoshlarimiz dal aksicha bu ishni tutayotgani odamlar ichida. Ming afsus shunday bo'ldi, chunki bu tashqi siyosatni belgilagan, tashqi siyosatga munosabatlik shu vaqtdagi men shunday ichida bo'lgandagi his qilaman, odamlarning bu Xitoyning tub asosi mahiyatini bilmagan, Xitoyning tarixini bilmagan, Xitoyning shu burun
Merkez Aziyga tutgan siyasatini yaxshi his qilmaganlikdan Xitoyning yolg'on, shundoq chiroyli nim gipi ham pul masalasi bu yerda. Eng birinchi pul masalasi. Hayron qoladiq narsa Qozog'iston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, Qirg'izistondan hammasida yer osti boylik ko'p. Xitoyga bu kerak. Uning ustiga energiya ko'p. Mana mashada sen energiyani satsan, men pul beraman deb, ammo Xitoy ashundaq kelishimlarga har qachon siliq bayqidek davlat butunligini ishga aralashmaslik va hokazo yez qo'ygan shunda hozir bizning Qozog'iston bo'lsa hamsi dedi biz Xitoyning ishga aralashmaymiz. Aralashmas kerak. Bu xalqaro prinsip degan birinchi shuni. Ammo agarda shu Qozog'iston bir ijtimoiy nima subsidiya qaraydigan bo'lsak, hokimiyat ustida turgan hükümranlar bilen xalq undaq emas. Hükümranlar şu. Ular davlat miqyosida endi tafakkur qilishga o'rganyapti. Ular uchun shundaq bir egilgan lavozim ko'pincha beyish, manfaat bo'lish vaqt. Davlatning kelgusi 20-30 yilga ularni ancha qiziqtirmaydi, yarmaydi. Ama xalq bayqmana 200 ming dedim, bu oralmanın kelişi enkiskin ziyalla kichkina tafakkur qilgan. Bular bu xavfni davatıdı. Bunun yazmadı. Hazır ba'zi vaqtlarda bunu ijtimoiy to'rada bu chiqdi, davatıdı. Hazır Uyg'urlar siz degandek ati biz o'ygan qozoq. Nimqil Uyg'urga yordam berdi, yozib Şunun için nima bo'ldi deseniz, Uyg'ur masalasini, Sharq Turkiston masalasini bu xalq qo'llaydi. Asosiy jihatdan qo'llaydi. Buning uyutqusi O'ralmanlar. Hokimiyat u. Hokimiyat endi nima deydi, bu ichki tashqi siyosat o'zgarib turadigan bir nima. Xo'sh. Undaq nimalar keladi, ketadi, o'zgarib ketishi mumkin. Endi buni Turkiston, haqiqatan Markaziy Osiyo u Turkiston Türkistan'da demişki birlik yok. Deyse o. Bu şu şekilleniş devredeki şu kalayımkançılık. Bir ikinci uzak müstemlik boğan dikin. Bula müstakillik meselesini hemmeden bek nimem onu igiz götürüp etken şu. Özüne hiç kaysı bu mesela birleşiş degen nima? Şu Avrupa birligini alaylık. Şu ya da mesela Türk demişsin, şu Merkezi Asya yeni devletler birligi dep kursun. Birinçiden siz devletinin ma'lum bir hukukunu berisiz bir merkezge. Nimaga birlik bo'lgan ki mesela Avrupa birligi parlament var. Parlamenti Avrupa demesi komisyonları aşıla qandaq bu chiqildi, hammasi uni ijro qilish kerak. Mo'shunga qarshi mana Turkiston ideyasiga nazariy yoqdan qarshi mana meshelin kelib chiqdi O'rta Osiyoda. Ular deydi, yo'q, biz mustaqil bo'lishimiz kerak. Birlashsak bizni yana Turkiston deb o'chil deydi. Bu nima endi biz endi Turkiyaga beqinishimiz kerakmi degan gapni qo'ydi qarang. Mana endi bu bo'layotgan gap, aytayotgan ham dukkan ommaviy axborot vositasi uni taqatmaydi, lekin bunda siz yolg'on Turk birligining qurilishi bularga shuning uchun qarshidan. A tarafdan nimishga bu nima deydi? Mutlaqlashtirib etganda o'zining mustaqillik masalasini nazariy yoqdan qo'qish. Asli o'rgansa, mohiyat qarasa, bu bir bo'lsa, qarang, hozir aniq bilmayman, endi 100 milliondan ortiq O'zbekiston 34 million cho'ng bir chegara, 5 davlat, bunga Tojikiston cho'qim kirdi, o'lqa turib bo'lmas. Bu bir kuch, markaziy kuch. Mayaqda Turkiya turdi. Mana bu kuch vaqtida Xitoy yoki Rossiya nihoyatda sizlashib gap qiladi.
istiqbal bu. Bu boludu. Bu buluşu çok önemli. Çünkü o kelip çıkış karan tarih bay değil mi? O tarih muhimken de kelip çıkış tarih. Ananikin bizim özelliğimiz bu til birliği, din birliği. Ben mu bula endelik Avrupa'nın karanlığı ya da til, din tamam olmuş o. Ama birlik çıkıyor. Ula sivilizasyon karmay, tilinin farklı karmay, milletin farklı karmay. Aşu bir bolsa tutkul özümüz hatta hazır bunun zihnim var Amerika bilen kişinin to'qnashib жатқан ben meşede. Şunun için bu Türkistan'daki birlik bu objektif keldi ama hayli jirak. Bunun meyede chet elde Uygur Milli Azatlık Hareketi mana endi bu şu hazırkı taşlarımız Milli Azatlık Hareketi'nin teşkilatları O'rta Osiyoga objektif qarab, ögünüp, küzütüp anda bir taraflama qilsa tez xato ketdi, sayonlik ketadi siyosatda. Siyosatda biz bakilgi bu da imkan çokum hech qanday sevenlik xato etmişimiz kerak. Hem imkan var. O'qollar qaran qanday jiq o'qollar. Tarix var. Tarixni tadqiqot qilyapmiz, o'rganyapmiz. Nihoyatda kuchli raqibimiz bor. U kundi sana majburlayotdi. O'rgansan yeyman, yutibman, o'qilaman deb. Shuningda biz özümüzün beşimizin aytgan bir o'rislardan bor. O'zini beshimdan yuqori sakraydigan. Shunday bo'lishimiz kerak. O'zimizning beshimizdan yuqori sakraydigan. Hamda so'zingizdan bir qancha qatam shu Markaziy Osiyoda tilga oldingiz. Ama şu O'rta Osiyo degan uqumga bu so'zga butunlay qarshi chiqib bu ishlasak olmaydi deydi g'alaba. Yoki bo'lmasa biz Sharq Turkiston Xitoy ishg'oliga kirib qolgan Janubiy Turkiston yo'q G'arbiy Turkiston Rusiyanın işgal etti ki müstakil oldu. Biz asli büyük bir Türkistan deb o'ylasa, shuna deyishimiz kerak deydigan bu uqumlarni o'rtasidagi farqlarga qanday qaraysiz? Birinchi buni O'rta Osiyo bilan Markaziy Osiyo to'g'risida Sovet Ittifoqida mandaq termin ishlatgan. O'rta Osiyo va Qozog'iston deb. Qozog'istonni O'rta Osiyodan bo'lib qaragan. Bu ya da şuna işletkendiğin keyin buni hozirgi ajdodlar hammasi buni yaxshi biladi, tushunadi. Shunga anda O'rta Osiyo desak, qozoqlar hammasi qaqqandek chat bo'lgandek. Qozog'istonda asosan Markaziy Osiyoni ishildi. İngilizcem shunday deydi. Men inglizchani bilmagandikin. Bu Markaziy Osiyo deganda, masalan, men o'zimning jiq manbalarni o'rganib yozganim bu, masalan, sharqda Baykal dengizi, g'arbda Kaspiy dengizi, shimolda bu Sibiriyaning janub bir Kulindiyamiz bor. Janubdan bu hatta Tibet'nin nimesinden tartıp Afganistan hemsi İran'ın Türk tilli xidmisi var. Bunlar hemsi Merkezi Asya kirdi. Uygurlar onun içinde, en içinde. Moğolistan bilen bile. Muşu bu hazırki reallikka toğra. O tevediki Kazakistan bilen alakakan hem devletler hazır Merkezi Asya'nın işildi. Bilu da onu. Burunluk bölüp tuğanı. Şunun için biz öğrengen bolsak mı O'rta Osiyo deganda shu Markaziy Osiyo degan siyosatda muhim. Hamma narsa shuni ishiltish kerak. Endi Turkiston bilan bu Markaziy Osiyo masalasiga kelsak, Turkiston o tarixiy bir nam burundan bo'lgan İran tarafdan endi mening topganim shu İran manbalarida burun ming yillab bo'lgan narsa. Turkiston Mahmud Qashqariyning shu ideya bugün Türkistan deb nima qilsamiz, bu yerda Rusiyadek bir shu jumla hatto menimcha g'arbma biroz boshqacha qaraydi bunga. Bular uchun Markaziy Osiyo bo'linib turgan davlatlar. Turkiston bir kuch. Hozir bu dunyoda hech bir ya g'arb ya Xitoy asosan Muşundaq bir yeni güçlü sahneге çıkışını kalmaydı. Biz Uygurların, bizim ahvalımız mezlum millet, bizim ahvalımız hemisi naşar. Biz imkanba hiç kimge bir muşundaq sel bizge xafa bo'lgan, naraz bo'lgan chiqmoqchi hech. Biz tarixiy ulug' g'oya maqsad ko'zi tutib, shuningga ilgirish yo'lida Aşındak evrişim sayesinde
tutuşumuz gerek. Mayli G'arbda bo'lsin, mayli Aziyada bo'lsin, mayli islom dunyosida bo'lsin. Hammasida. Hech kimni qo'rqitmaydigan, Hech kimni qo'rqitmaydigan. Men shuning uchun mana nihoyatda yaxshi bir nima chiqdi, 12 o'zgarmaydigan prinsiplar. Hamda uni bu asos qilib olsak bo'ldi, muhokama qilish kerak, ya'ni qo'shish kerak. Masalan deyman, men har qachon deydiganim Uyg'ur mustaqil davlati bugungi atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining territoriyasi qurildi. Shu territoriyada 1848 hamda Xitoylarning mishkida biroz yaqin. U davlatning hech qanday qo'shinlarga territoriya masalasi yo'q degan prinsipni chiqarish kerak. Hech kimga yo'q. 1 metrimiz davomimiz yo'q deganda bu bir prinsip. Shu bunda aytganda hech kimni oldin ola buni kelsa yana bir yeta shu haqiqatan yo'q. Bu shu nihoyat karamat go'zal tabiiy o'zi ham yaqin tog'lar bilan Xitoy bilan Dinxuan nimasi bilan qilgan. Aksigen biz buni İslam bir taraf yaxşı, biz Müslüman, İslam dünyasında bunu nihayet iyinlik ip beriş gerek. Biz şu yana mütedil yolda uluk kalan tutuq buğrakandan bir kirevatımız karan. Şu zamanda özünün parmanı bilen ağan, ya, İslam dini, onun içinde Hanefi mezhebi, kelgen hatta sahabe, bulmuşsa sahabenin şagirdileri kelgen bizge, Samaniler arkalı. Biz özgerken yok. Köpüsü qancha qitimada qilgan, uşaq nimalarda bo'ldi, har qanday iqimlarda bo'ldi. Biz bo'lmadik. Buni mi yaxshi tushundirish kerak? Yani şu bu İslam dinsi hammasi mumkin biladigan Uyg'ur davlati bo'ldi, İslam bo'ldi. Mustaqil Sharqiston bo'lmasa İslam yo'q. Mana mushundan tushunish kerak shu. Biz bu dinni ikkinchi o'rin qo'ygan emas. Bu obyektiv fakt. Bizning qon qonimizga singib ketgan bu. Singib ketgan, biz hech ketmaymiz. Bu qon bilan go'shtga o'xshashlar. Bu bizda mana 70 yil dedim o 4 yil. Mening dadamlar cheklavatdi, yosh bola vaqtida o'nisha. Shuningdan beri yo'q. Ama 70 yıldan keyin qarang, bir dillarimiz mana bizda hozir o'limlar birligi bor 24 qarimlar shu YB'da o'qib kelgan. Bir Almutning o'zida o'nlagan masjidlarda Uyg'ur imomlari ib bordi, yezlarda Uyg'ur imomlari bor. Hammasi yani Qahramon aka, uzun suhbat tutib ketdim. Oxirida bir gap bilan tugatsak. Siz endi harbiy yil tizdan kelgan, 20 yillarcha bu sohada xizmat qilib, polkovnik darajasida vazifa o'tagan bir shaxs. Harbiy sohani yaxshi tushunasiz. Sharq Turkiston xalqi va yoki dunyoning har qanday bir yerda mustamlikaga uchrab, hayot yashash haqqini qo'ldan elib har qanday bir fuqaro, har qanday bir millat o'z dushmaniga qarshi har qanday usulda harakat elib berish haqqi bor. Xalqaro qonunda shu, normal inson haqlarida shu bir narsa bor. Sizcha shu harbiy jihatni aytgan vaqtingizda bizning millatni kelgusida demak bu sohaga kirmay mumkin emas bir ishlarning bo'lishi illa bir shaklda bo'ldimi bu? Buni yoshlarimizni shu hozir Xitoyning besim bilan tumirning sunuqi yo'q shaklda yashayapmiz. Chet eldagi shu tashkillash, shunday bir harakat bo'lib qolgan vaqtida shunday bir harakat vatanga inshaalloh eng qisqa vaqtda bo'ladi. Siz bir hamda qanchalik vaqtning ichida bizni insonlarni dushmanning oldiga chiqarib yetishtirib o'tgan bo'ldi. U nihoyat tez bo'ldi. Birinchidan, ikkinchidan men tunugun o'zakun dokladda dedim, hozirgi davrni shuna qarsam 120 yillik davrni shu tarix sifatida u davr so'qishning oldidagi davr ekan, urush davri ekan, urushning keyingi davr. Bu ikkinchi dunyo urushidan keyingi davr bitdi. Sovet ittifoqining taqilishi bilan. Rusiyaning Qrimni qo'sh vaqasidan keyingi boshlangan davr urushning oldidagi davr. Urushning bo'lmag'ini faqat atom qurolidan qo'qish har taraf shu tutib turibdi hozir. Bu bir shaxs chiqib uni qo'ysa urush bo'lib ketadi. Urush bo'lgan nima bo'ladi? Butkul dunyoda tarixda xarita o'zgardi. Ko'plagan mustaqil davlatlar yo'qolib ketdi. Aksincha yangi mustaqil davlatlar paydo bo'ldi.
bu navbatda g'arb Xitoy sivilizatsiyasini shunday bir sivilizatsiya sifatida olgan bo'lsak, yaxshi tushundi. Bu sivilizatsiya butkul hozirgi muqaddas Qur'on Shu Karim bir HVSek sivilizatsiya degan endi madaniyatdan ko'p, har bir millatga xos shu o'z til, din, madaniyat hammasini ichiga olgan narsani sivilizatsiya deydi. Xitoy sivilizatsiyasi bor. Uni aniq. Uning din yo'q qaran. U o'ziga xos shunday dahshatli bir sivilizatsiya. Mana shu sivilizatsiya sifatida u Xitoy hozir butkul dunyoga tahdid qilyapti. Bu sivilizatsiyaning tahdidi Xitoyning. U bir balvaq bir iqtisodiy emas, sivilizatsiya. G'arb sivilizatsiya o'zining afzalliklarini bilan inson huquq demokratiya mana eng muhim chiqibdi mana. Shuni Xitoy yo'q qilaman deydi. Uning o'rniga Xitoynikini sana tanlaman deydi. Mana shunaqa vaziyatda albatta shunday harakat bo'lishi mumkin. Xitoydagi masalan ommaviy qo'zg'olonlar, fuqarolar urushi aralashib ketishi mumkin. Bizning chiqish yo'limizda biz tinchlik boshlasakmi, bir vaqt urush boshlanib ketadi. Urush bilan boshlangan harakat tinchlik o'tadi shunday. Shuna albatta biz hammasiga tayyor bo'lishimiz kerak. Burun shu terrorizm masalasi sahnaga rasmiy chiqmagandan avval biz o'qigan vaqtlarda masalan Afrikada u milliy ozodlik urush, milliy ozodlik kurash normal. Biz o'zining ozodligi, millatning ozodligi uchun, millat ikkinchi bir mustamlikadan qutulish, istilochidan qutulish. U xalqaro prinsipsiz degandek normadimi shu? Muqaddas Qur'on Karimda shu. Shuning uchun biz o'zimizning milliy mustaqillik uchun kurashishimiz kerak. Sizda masalan oxirgi vazifangiz masalan tank qismida qo'shinning zarbadorlik kuchini oshirish vazifasini o'tab ekansiz. Sizga 10 ming Uyg'urni bersa qancha vaqt tarbiyalab bo'la olasiz? Yetishtirib bo'la olasiz? Nimadan o'tdi? Bu Sovet ittifoqining cho'ng qo'shinlarining so'qishlarini uyushtirish, tashkillash, shuningdek g'alabet qozonish deb miqyosida. Bizda bu boshlanishda bir kishining jangvorligini tayyorlash masalasi turdi. Yadiman ajisi, endi bir kishining. Uning endi hozirgi mashhurdan yada bir yil xizmat qilgan yaxshi qildi unda ishni. Ammo cho'ng masala qo'shinlarni boshqarish, ularni nima qilish uning men mutaxassis. Planlash, qanday qilish, zamonaviy nimalarni qo'llanish bu uning mutaxassis. Vaqt kelganda birdamlashdan. Albatta, vatan uchun jon pido qilish u shuhratli vazifa. Buni bizda ya. Ammo siyosat shu imkon buni shu hozirgi bizning buni siyosiy savodlikni tez o'tkazishimiz kerak. Bugungi kun yana 2-3 asr siyosiy savodlik bo'lgandan keyin masalan Nuri Turkiyalar qanday so'zlashdi nimalar bilan boshqalar shunday tushunganda bunday so'zlasin bo'ldi, uni tanqid qilishning hojati yo'q degandek. Chunki diplomatiya haqiqatni keltirishda boshqani chiroyli til bilan aldashning bir yo'li. Aldash. Hammasi biladi, ham shuni qiladi. Ammo axborot vositalari hozirgi zamonning 50 deyman har qachon. Biznikilar u undaq 50 ga rost, 50 ga yolg'on. Shunday qilsam. Chunki shu o'zgarish bo'lyapti. Bu endi nahaysi yaxshi. To'g'ri, bu tunugun Abduqodir yapcan nahayat to'g'ri dedi. Allah xolsa shu boshqa dindagi Amerika hatto dinsizlarning qo'l orqali yordam berdigan mana shu. Shunday vaziyat bo'ldi-da. Shuningga tayyor bo'l. Masala biz tayyor bo'lalmi? Shunday bir o'zgarish bo'lsa, 44-mi shunday o'zgarish bo'lgan. Shu vaqtda biz shu tarix qo'ygan muqaddas vazifani atqirib keta olamizmi yo'q? Shu meni tashvishlantirdi. Shunga loyiq liderlar bormi yo'q? Shunga loyiq buni ko'pchilikning men asosan qarangki hammani xalq qo'llaydi, xalq biladi deb biz deymiz, ammo u xalqni nihoyat osondagi odamlar boshqardi. Bir inchik qatlam. Shu qatlamning ham tafakkur qilish, amaliyati zamonga loyiq shu vaqtdagi shakllangan vaziyatdagi vazifaga loyiq bo'lib, shu vazifani to'g'ri hal qilsa, xalq mangdi, aqsidan yurdi. Unda qilmasa, xalq qirildi.
dahşetlik ig'ir ahvolga tushdi. Shuning uchun bu lider, siyosiy liderlarning nimasi nihoyatda o'rin bek muhim. Mas'uliyatlarni cheksiz. Shuni sezish kerak, ular cheksiz. Sen xato qilsang, qarang, millat mana mana shunday odamlarni tayyorlab chiqish kerak. To'g'ri deysiz. Shu ko'z qarashda. Ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib hurmatli Qahramon Xo'jambardi akamiz bilan güzel bir suhbat o'tkazib oldik. Nayeti atrafliq vaqtimiz qisqa bo'lgan bo'lsa-mu, shu vaqtga sig'dira olgan shaklda güzel bir suhbat bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz o'ziga, Alloh razı bo'lsin. Yana bir qatim suhbatda farqli mavzularda ko'rishguncha sizlarga Janob Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.